Mozil daryosi Germaniyada, demak, Rheinland-Pfalzda ikkinchi yirik daryo hisoblanadi. O'zbeklarmi? Assalomu alaykum. Aka, to'xtanglar, qayerdasizlar? Ana daryo toshqin suvlar to'lqindi, mana ashillarni barang qo'yib ketishyapti. Ikkinchi guruh. Assalomu alaykum. Akalar qayerdasizlar? O'zbekiston. O'zbekistondan mana kelib daryo bo'ylab bugun sayohatga chiqishibdi, xudo xolasa. Intervyu qilamiz bor. Mana Pünderich degan yerga kelibmiz. Bolalar pauza qilayotgan joyda mana yetib oldik, xudo xolasa. Endi sekin bitta so'rab chiqamiz ulardan, intervyu olib. O'sha tepada Pünderlich Marienburg deyapti, mana Burg qal'a bor ekan. Mana bular. Suhbat. Mana orqada kech qolib keladiganlar mana mashinalar bo'ladi, mana. Ulardan kelganlar ham bor ekan, mana. Ketdik, davay. Turinglar, sovush yo'q. Bugungi maqsad nima? Bugun qayerga qarab ketyapsizlar o'zi? Bugun Kohem. Qayerdan chiqildi o'zi yo'l? Traben-Trarbachdan chiqildi. 13 kilometr, yana 40 kilometr yurilar ekan. Ha? Yana 35 kilometr yurar ekanmiz. Mana bunaqa chiroyli joylarda tomosha qilib, mana bir tomonimiz daryo, mana shu daryo bo'ylab, mana Mozil daryosi bo'ylab ketyapmiz. Sel shaharchasi ekan. Bolalar mana sekin ularni o'tishyapti. Bu yerda mushuklarning rasmi ko'p ekan, ana nima, haykalchalari bular. Sel. Alaykum assalom. Mana veloturchilar O'zbekiston. Nechta ekan bular o'zi? Odog'i bormi? Odoqlaring bormi? Qanaqa? Turnalar bo'lib ketishyapti mana. Mana bunday mana tabiat qo'ynida, chiroyli joylarda mana yana bir tanaffusni boshladik. Bolalar, kayfiyat qalay endi, kayfiyat? Qani bo'lmoqchi? Go'shtingizdanmi endi? Mana go'shtdan gapiryapti ular, qaranglar mana. O'zbekda yeyishdan boshqa dardi yo'qda bulardi mana, bor. Bulardi. Bular boshqa chiqmagan, bular go'sht. Dam olish qalay, yaxshi kelyapsizmi? Zo'r. Charchash bormi, yo'qmi? Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Necha kilometr yurdik-ku yo'l boshi? 30 vallahi alam. 30 vallahi alam. Yana shuncha yurishimiz kerak. Yana xudo xolasa 30 kilometr yursak, Koxemga yetar ekanmiz. Qaytishda ham shuncha kilometr. Nima tarqatyapsiz, Pistami? Ana bo'lmasa. Yahyo, sizdan men bitta intervyu qilib qo'yay. Siz hozir mana menmi nima, shtat bayk bilan, shaharni velosipedi bilan chiqdingiz, ha? Yaxshi stabilnega. Ana qanchaga tushyapti hozir bir kuniga? 9 euro. Bir kuniga 9 euro, ha? Studentskiy bilanmi bu? Studentskiy bilan. Talabalik guvohnomasi bilan bir kunga 9 euroga ijaraga olibdi mana bu velosipedni. Bu ham bitta imkoniyat. Faqat qanday yaxshi? Juda ham chiroyli. Biz bilan birga mana sayr qilib kelyapti. 30 kilometr yurdi. Hozir hech narsa bo'lgani yo'q. Qani ko'ramiz, bir kunga chidaydimi yo'qmi? Elektrobayklarni ham olish mumkin ekan, so'rab ko'ramiz. Yahyo? Yahyo.
Elektrobaykni ham olsa bo'ladimi? Ha, shundan olsak bo'lar ekan 19 euro edi. 19 yevroga demak elektrobaykni olish mumkin. U ham bir kungami yo bir soatlikmi? Bir sutkaga 24 soat. Bir sutkaga. Uni oldin aytib qo'yish kerakmi yoki shunday olib ketsa bo'laveradimi? Farqi yo'q uni. Olib ketaverasiz. Farqi yo'q. Olib ketaverasiz, lekin 24 soatga qaytarib. 24 soat ichida olib kelib qo'yish kerak. Mana bunaqa baham jihatlikka mana nima yetsin mana. O'zbekim. Ha, bo'ldi, mana videoni qo'yaman, borib sizlarga qo'shilaman-da. Mana sport qilganlar mana bemalol haydab chiqib kelishyapti. City bike olganlar mana. Yo bo'lmasa men piyoda yurib ulardan tez kelyapman. ha, to'g'ri. O, mo'bolam sportsmenligini qaranglar. Ha, yaxshi chiqishlari. Avvalgimdan keyin bu o'sha gadavadan Mana shunaqa joylarda sayru sayohatda qiynalmay chiqib olaymi ish qilib. aka mana Haydot. Mo bola, o yomon haydadi-yu. Yahyoxon. Ha, aka. Kaskadyorlar mana video olib ketishyapti. Kaskadyorlar. Mosul bo'ylab sayohatimiz mana shunday mana chiroyli joylarda davom etyapti. Nef shaharchasidan o'tdik. Oldimizda mana yana bir kichkinagina shaharcha bor ekan. Ko'ramiz qani. Go'zal tabiat qo'ynida o'zbeklar sayohati davom etyapti. Qaytishda xudo xolasa nari tomondan ketsak, mana shu shaharchani ko'rib ketishimiz mumkin ekan, ha? Havo zo'r bo'lyapti. Issiq ham emas, sovuq ham emas, maza. Mana shu yerda mana alpinistlar uchun juda ham baland bo'lmasa ham baribir qandaydir bir o'ziga yarasha kletterstayg bor. O'ziga yarasha xavfli zonalari bor. Bemalol aylanish mumkin. Bu yerda mana kloster bo'lgan ekan. 1137-yilda qurilgan ekan. Hozir mana shunday ahvolda me'moriy obida sifatida saqlanib qolibdi mana. Yo'lda davom etamiz, endi qolganlarga yetib olishimiz kerak bo'ladi. Mana yana oldiga o'tib asta videoni olishni boshladik. Hozir yana hammadan orqada qolib, mana undan keyin yana gazni bosib, oxiridan oldiga o'tib borib, yana kamera o'rnatasan. Shuda endi videochilik qilsa. Gruppa uchun. Esdalik bo'lib qoladi, xudo xolasa mana. Hali suhbatlashib o'tirganlarimizni alohida video qilamiz o'zimiz uchun. Mana juda ham chiroyli bo'lyapti sayohatimiz, xudo xolasa. Ikkita qo'shni. Bu ikkovi qo'shni. Mainzda ham birga yashashardi, hozir Vizbanda ham birga. Ajoyib tabiat qo'yini mana kemachalar suzib yuribdi. O'rdaklar, qushlar sayrashi, havo ham juda chiroyli bo'lyapti. Bulutli bo'lsa ham, lekin bir issiq, iliq, sovuq emas, juda ham tanga yoqadigan havo. Daryoning uyida mana kemping bor ekan. Mana bilan gapga kirmaydi. Mana 4 ta velosiped bor desak ham, mana City bike olib kelishyapti. Malladdes. Mana shu bola bizni usta mana, yo'l chizar bu. Mana shu yo'llarni rejalashtirgan mana. Qolib ketganlarni orqadan yig'ishtirib, oldiga o'tib, yo'lni ko'rsatib, xullas kalom boshlab boryapti. Yigitlarni mana oxirgisini oldik. Mana endi sekin orqadan boramiz.
tezda yuringlardir. Oldindagilar bir 1,5-2 kilometr oldinda bo'lsa kerak. Mana bu bola nimaga tushib oldi? Mana City Bike'da negativ tomonlardan, ya'ni salbiy tomonlardan mana skorni bemalol almashtira olmaydi-da. O'shaning uchun mana xo'sh 35-kilometrgacha qatmasdan kelindi, juda ham chiroyli. Uka nima bo'ldi? Velosipedga ichi sachyapti. Mana gruppa kelyapti mana. Assalomu alaykum. Ha yigitlar. Bular ekan-u. Assalomu alaykum. Mana. Kichkinagina bir qishloqchaga keldik. 4-5 kilometrdan keyin mana. Bu yerda tabiat bor ekan deb, chiroyli ekan deb to'xtashdi bolalar. Oqqushlar bor ekan. Menimcha ini ham bor ekan, to'sib qo'yishdi chiroyli qilib. Suv bo'yida yigitlar yana dam olishdi. Tamaddi qilishyapti hozir. 3 soatga yaqin yo'l yurildi. Dam olib 42-45 kilometr yuribmiz. Yana bir 10-15 kilometrdan keyin manzilga yetamiz o'zi aslida, lekin havo asta-sekin aynishni boshlayapti. Yomg'ir juda ham maydalab yog'ib turibdi. Rejalar nima endi rejalar? Asa zo'r havo bo'lyapti velik haydashganlarga. Kimda kofe bor ekan? Kofegacha damlashyapti mana. Qo'y yo'q, xolos qo'y. Mana bunday qilib dam olish bo'lyapti-yu. Men shunday mana tarixiy shaharchalardan, qo'rg'onchalardan o'tib sayohatimizni davom ettiryapmiz. Mana bu yerda feri bor ekan mana. Daryoni narigi tomoniga olib o'tib qo'yadi. Narigi qishloq aholisi demak bu tomonga o'tadigan bo'lsa, mana shu feridan foydalanib o'tadi. Do'shdan tiket o'tsa kerak menimcha. Toshkentdan juda chiroyli ko'rinar ekan, u qasr bilan, ana qal'a bilan. Qarshimizda shaharcha. Qaytishda xudo xolasa narigi tomondan o'tarmiz-a? Lekin u yoq katta yo'ldan yurgan bizmi? Yo'q-e?
Chunki boya nimada kelishda qaradik, mashinalar ko'pchilik velik kelyapti. Mashinalar to'xtab, o'tgandan keyin obron qilyapti-da. Faradbek yo'q ekan. Kelganimizda mana ob-havolar ochilib, ancha chiroyli bo'ldi yana havo. Kulish, gaplashib o'tirish. Nima yetsin bunga? Bularda choyxonasi yo'qda, choyxonasi o'shaning uchun mana choyxona yo'qligi uchun mana shunaqa turlarni tashkil qilishsa kerak menimcha. Keldi mana. Orqadagilar ham yetib kelishdi. Bahodir qani? Yigitlar mana bunaqa joyda chiroyli bo'lib o'tirishdi mana mazza qilib. Davron aka, nimaga bunaqa turlar ko'p tashkil qilinadi gruppada bu yerda? Ha. Endi vaqtni maroqli o'tkazish, ma'noli o'tkazish, keyin sog'lom turmush tarzi. Restoranga borib o'tirib maza qilib gaplashib o'tirsalar ham bo'lmaydimi? Yo'q, u ham bo'ladi endi vaqt bilan. Shuhrat, sizda qanaqa fikr? Bu restoran aka, restoran birinchidan kissaga ziyon, keyin sog'liqqa ziyon. Ala. Endi yursak, mana mazza qilib yuribmiz. Nuslarni yeb, yong'oqlarni yeb, olmalarni yeb, kafelar ichib. Yosh me'da bekam yo'q. Me'da bekam yo'q. Mana bu ukamiz yaqinda kelgan. Qancha bo'ldi kelganingizga? 1 oydan oshdi. 1 oydan oshdi. Qalay taassurotlar? Zo'r. Men tabiatlari. Til kursiz keldi deng. Til kursiga kelgan bu bola mana tilni bilmasdan kelgan, deymi? O'shaning uchun mana biz bilan birga yuribdi. Agar tilni bilganda o'zi topib yuraverardi yo'lida. Omon, oshpazimiz mana. Ovqat bormi bugunga? Ovqat bo'lganda o'tirardik uyda, farqlanmasdan. Maza qilib osh yeydik. Buni boshqada endi. Hozir bir ozib olaylik, keyin osh yeymiz. Ya'ni hafta bo'lsa oshga harakatda. Xudo xolos. Ukam qalay endi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ha. Maza qilyapmiz. Nimaga- Havo ham ochilib ketdi. Ha. Nimaga doim shu tabiat qo'yniga chiqaverasizlar? Pullari yo'qmi? Yo, endi bu tabiat qo'ynida dam olish maroqli-da. Nimasi ma'no? Ayniqsa Mana hozir jamoa yo'lda bilan birgalikda. qarang, hozir yo'lda yomg'ir yog'yapti, to'g'rimi? Ivib hamma yo'g'imiz kir bo'lib ketdi. Mana shu vobshe ko'rib bo'lmaydi mani. Shunday ya. Lekin Qanot yo'qligi uchun. mana tabiatni qarang, tabiat go'zal. Maza Qanday qilib tabiat ko'rsatuvchi? qo'ynida Mana. dam olishga nima yetsin? Dam olyapsizmi hozir? Ha, bu charchoq-ku, faqat velosiped haydab yurilishi. Maza qilyapmiz. Bahodir, siz ham bir ikki og'iz bir narsa deb qo'ying esdalikka. Men aytyapman. Zo'r bo'lyapti haqiqatan. Zarurmi shu deyapman mana. Charchab, hamma yo'g'imiz hozir Yo, zarurda, zarur. Maza qilyapsizmi? Hazil huzul. Shuni aytmay turuvdim-da aka, men boshladi. veloturingga hamda, velosipedingga hamda. Maza qilyapsiz. Mana men bola Frankfurtdan kelgan. Adashibdi. Frankfurtdan eng uzog'imiz Bobur bo'lsa kerak, menimcha. Bobur, hozir mana yomg'ir yog'di-ku orada. Yarim soat yomg'irda yurdik-a. O'shanda taassurotlar qanday bo'ldi? Yo'q, biz yomg'irni sezmadik, boshqa joyda sezib keldik. Muammoyimiz boshqa. Uni ayta olmaymiz kameraga. Men aytyapman-da, shu zarulmi, shu masalan 130 kilometr mashinada kelib, velosipedlarni joylab qo'yib, hozir yana 50 kilometr Ko'ximga qarab yurilyapti-da. Yana qaytish bilan 100 kilometr bo'ladi. Shu narsa shartmi? Dam olishga Shart emas, arziydi. maza qilib bowling o'ylasak ham bo'lardi-yu, to'g'rimi? Uni gashtini bowling bermaydi baribir. Ha, nima deysiz Bahodir? Qaytib borib o'ynaymiz-da bugun kechgaga bowling. Nimadan, veloturdan dam olish uchun yaxshi, nimaga? bowling. Hamshi Bowlingda turgan joyimizda otib olsak Mana bu bolani qaranglar. Bu bola usta mana velosipedlarga, mana shu turga javobgar bola, mana shu bo'ladi. Ukamjonim, yo'lda narigi yuzida yo'l bor ekan omali. Hammasini boshlagan. Velosiped Katta yo'li. yo'l ekanda u. Yo'q. poyezd stansiyasi qayerda bor shuni? Men Farratbek ko'rdim, hozir Google'dan sizga ko'rsataman. Faradbek bo'lsa yaxshi. Faradbek bo'lsa ketaveramiz aka.
Yaxshi. Lekin katta trassa bo'lsa ko'pchiligimizda qiyin. Yo'q, katta trassa emas ekan. Ularda hey o'ngga o't, hey chapga o't deyish kerak aka. Qiling bular hammasi. Qalay endi gruppa boshi bo'lish. Aka bo'ldi, birinchi va oxirgisi. Nimaga bunaqa deyapsiz? Bular ko'p to'xtab borayotgani uchunmi? Ha, faqat to'xtaydi, yeydi. To'xtaydi, yeydi. Ular velikadegan chiqmagan, bular yeyishga chiqdi. Shikoyat tushyapti. Shikoyat tushyapti ana plan boshidan. Bular deyapti, har 15 minut, 20 minutda to'xtab yeyapti xolos deyapti. Nima yeyapsiz? Siz yemayapsiz. Yaxshidan mehnat qilgandan deylik-ku. Mana shunaqa qilib kulishib, Siz tuxumingiz nima? gaplashib, mazza qilib yurish zavqi boshqada mana. Sanjar, men sizdan anaqa intervyu ololmabman-da. Nima deysiz? Sekin asta damob ketyapmiz. Mana bu Farrod turdi nima qilib, Guinness'in qilib, Rohatlanib, mana bizdan boshqalar ham bor ekan, mana yurishibdi. tabiatdan rohatlanib, bu narsalar yeb mana. Mana hamma bir narsalar olibdi, o'rtada baham ko'rilyapti. Eng zo'ri shu, haligi o'zimizni o'zbekchilikda bitta mayizni 40 ga bo'lib yegan degandek, mana. Kim sumkasidan nima chiqarsa hammaga bitta oldi. Mana bittasi bir tishlab ikkinchisiga beryapti. Havo ham ochilib ketdi bu yog'i. Nima qilganimiz? Davron aka, Muqaddimni ko'rdik. havo ochilib ketdi, endi u yog'i Koblenzga urib o'ramizmi? Qancha Sherzodga birinchi. Koblenzgacha yana 50 borda. Kemani ham olib qo'ygan ekan. O, kema kelyapti ekan, kemani olamiz. Ko'rinarmikin? Mana bunda kemalarni ham tomosha qilib ketsak bo'lar ekan. Kemani olib qo'y deyishdi, mana kema ham olinyapti. Chiroyli. Nasib qilsa qaytishda yo'lda narigi yuzidan qaytamiz. O, Bondan kelyapti ekan. Mana shunday kemada ham biror kun sayr sayohatda uyushtirsak bo'lar nasib. Taklif qilib kiritamiz. Va nihoyat manzilga sanoqli metrlar qoldi desak bo'lsa kerak, bir 150-200 metr endi Moskvacha hali anchagina bor-ku, ko'prikkacha yetib keldik. Kohem Reichsburg qal'asi yuqorida. Bu yerga oilaviy juda ham ko'p kelganmiz, hamda sheriklar birga ko'p kelganmiz. Bizi bugungi maqsadimiz mana shu yo'l bo'ylab sayohat qilish edi. Ana endi daryoni narigi yuzida asta-sekin yana hamsuhbat bo'lib qaytib boramiz. Mana juft-juft bo'lib gaplashib, muammolar haqida, kelajak rejalari, hozir eshitib qoldim, farzandlar haqida gaplashyapti. Nima qilamiz? Bolalar qanday bo'lyapti? Ularning kelajagi nima bo'ladi? Nafaqat o'zlarining bolalari, balki farzandlari haqida o'ylashyapti, ya'ni kelajak avlod haqida. Qayg'urish bor. Mana bu yerda mana chiroyli ko'rinish, go'zallik. Mana shu yerda ozgina tanaffus qilsak kerak. Qishin yozin ko'rkam Kohem shahriga, shaharchasi to'g'rirog'i. Mana yetib keldik hozirgina. Bu yer turistik markaz hisoblanadi. Mana shu Mozil bo'yi shaharlarini eng diqqatga sazovor joylaridan juda ham odam ko'p doimo. Yigitlarimiz sekin kelishyapti. 60 kilometrgacha yurib keldik. Demak, Kohem shaharchasiga. Ana endi daryoning bu yuziga o'tib, sekin yana
qaytish, xudo xolasa. Agar manzilga yetib boradigan bo'lsak, demak bugun 120 kilometrni velosiped bilan bosib o'tgan bo'lamiz. Kunimiz hozircha maroqli o'tyapti, juda ham. Xo'p, mana qaytishda 18-20 kilometrdan keyin yana telefon qilaman. tanaffus qilyapmiz. Ajralish kuyi cholinmoqda. Ajralish kuyi. 12 kishidan hozir necha kishi qoldik? 12 kishidan 7 kishi qolibmiz mana. Hozircha 7 kishimiz, lekin mana shu 7 kishidan mana bu bola boshlayapti. Men bo'ldim. Qaysi biri boshlayapti? Men boshlayapman aka. Charcha oyoq deydi-ku, ajoyib. Hozir umumiy necha kilometr yurdik? Bordi keldilar bilan. 60 buyog'iga yana 58 ga 14 bo'lsa. 80 yuribmiz. 60 hozirgacha 20. 80. 80 yurdi. 80 yuribmiz-da. Ha, o'tgan safar 110 gacha degansiz-ku, Shuhrat. O'tgan safar 110 yurgansiz-ku. Chidamagan, boshqa iloj bo'lmaganda. Majbur bo'lganlar aka. Ukamjonim, siz yo'lboshchi edingiz, siz ham ayniyapsizmi? Yo'q, aka, men Oxirigacha, ha? yil qatori eshak minamiz. Sizchi? Biz endi ko'ramiz endi. Nima deydi? Nimani ko'rasiz? Hamkasblar nima deydi? Omali Keyin mana ham ko'ramiz o'tiribmiz. Tuxum yemadingizmi? aytaman. Tuxum yo'lda tuxum yeymiz omali, eng oxirgi tuxumlar qolyapti. O'tiringlar, bitta rasmga olib qo'yib bolalar.